qadrli nemis tili o'quvchilari, bugun sizlar bilan 3-dars, ya'ni Die Wortfolge im einfachen Satz, sodda gaplarda so'z tartibi hamda die Aussagesätze, darak gaplar mavzusini o'tamiz. O'tgan safargi darsda biz sodda gaplar, ya'ni ega va kesimdan tashkil topgan gaplarni o'rgangan edik. Bugun sizlar bilan o'shani sal mustahkamlab, ya'ni endi to'g'ri va teskari so'z tartibli darak gaplarni o'rganamiz. Demak, to'g'ri so'z tartibli darak gap nima va teskari so'z tartibli darak gap nima degan savol tug'ilishi mumkin. Bizda nemis tilida odatda gaplar doim ega, kesim va ikkinchi darajali bo'lak, ya'ni to'ldiruvchi bilan boshlanadi. Buni biz sertifikat, ya'ni hamma bugungi kunda nemis tili o'quvchilar, qiziquvchilari sertifikat olish maqsadida tayyorgarlik ko'rishyapti. Shu sababdan bizga bundan tashqari mana bu ham juda ham asqotadi. Chunki biz nemis tilida qanchalik ravon, chiroyli gapirishimizga qaramasdan biz bog'lovchilarni hamda teskari so'z tartibli darak gaplarni qo'llamasdan turib biz sertifikatga erisha olmaymiz. Shu sababdan sizlar bilan bugun to'g'ri va teskari so'z tartibli darak gaplarni o'rganamiz. Xo'sh, demak, to'g'ri so'z tartibli darak gap nima? To'g'ri so'z tartibli darak gap birinchi ega keladi, ikkinchi kesim ya'ni glagol fe'l keladi, uchinchi ikkinchi darajali bo'lak ya'ni to'ldiruvchi keladi. Agar gap vir, biz ya'ni kishilik olmoshlari yoki otlar bilan boshlansa, demak bu to'g'ri so'z tartibli darak gap. Biz buni qaydan bilamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ich, du, sie, es, wir, ihr, sie va katta zi bilan boshlansa, bu demak to'g'ri so'z tartibli darak gap bo'ladi. Yoki bo'lmasa atoqli otlar, Ahmad, Karim, Bektemir yoki boshqa shu kabi otlar bilan, atoqli otlar bilan boshlansa ham bu to'g'ri so'z tartibli darak gap hisoblanadi. Yokida artikl, ya'ni artikl bilan yozib boshlangan otlar, bu gaplar, bu ham to'g'ri so'z tartibli darak gap hisoblanadi. Nemis tilida barcha gaplarda, barcha otlarda artikl mavjud. Masalan, das Zimmer, bu xona. Xonani o'zini artikli bor, das Zimmer. Ya'ni nemis tilida hamma kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'ladigan barcha otlar bu artikl bilan keladi. Artiklsiz ot bo'lmaydi. Agar shular bilan, masalan, das Buch, der Kugelschreiber, das Zimmer, die Hausaufgabe yoki das Haus yoki das Restaurant, qanday, kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'ladigan barcha otlar bo'lsa, agar di o'sha artikllar bilan boshlansa, birinchi o'rinda kelsa, demak u to'g'ri so'z tartibli darak gap hisoblanadi. Doim to'g'ri so'z tartibli darak gapda birinchi o'rinda ega keladi, ikkinchi o'rinda kesim keladi va uchinchi o'rinda ikkinchi darajali bo'lak, ya'ni to'ldiruvchi keladi. Agar biz xuddi mana shu gapni teskarisini aytadigan bo'lsak, ya'ni hozir biz to'g'ri so'z tartibli darak gapni o'rgandik. To'g'ri so'z tartibli darak gap o'z-o'zidan ega, kesim, ikkinchi darajali bo'lak bilan boshlanishini bildik. Agar xuddi shu gapimiz teskari so'z tartibli darak gap holida kelsa, masalan, ein Kontrollarbeit schreiben wir. Teskari so'z qanaqa, u nima degan savol tug'ilishi mumkin. Teskari so'z tartibli, mana buni birinchi yozdik, buni ikkinchi yozdik, buni eng oxirida yozdik. Xuddi mana bu tepadagi gapni teskarisini yozdik. Mana shu teskari so'z tartibli darak gap deyiladi. Teskari so'z tartibli darak gap biz uchun nimaga kerak degan savolga yuqorida aytganimdek, biz nemis tilini ko'proq informatsiyaga, ya'ni nemis tilini xohlagan yo'nalishda, har xil holatda gapira olishimizni ko'rsatishimiz uchun bir bunaqasiga gapirish imkoniyatiga ega ekanligimizni ko'rsatish uchun bu kerak. Ya'ni sertifikatda bizga ko'cha tilida gapirganimiz uchun emas, aynan mana shu xushmuomalali gapirish, ya'ni adabiy tilda gapirganimiz hamda erkin bir bunaqasiga gapira olganimiz uchungina sertifikat olamiz. Demak, teskari so'z tartibli darak gaplarda birinchi o'rinda mana bu
to'ldiruvchi keladi. Ikkinchi o'rinda kesim keladi va uchinchi o'rinda ega keladi. Demak, biz to'g'ri so'z tartibli darakkabni butunlay teskarisini yozganimizda to'ldiruvchi birinchi o'rinda keldi, joyi o'zgardi. Kesim ikkinchi o'rinda keldi va ega uchinchi o'rinda keldi. Ko'rib turibsizki, bu birinchi o'ringa o'tdi, bu oxirgi o'ringa o'tdi. Kesim ikkalasida ham ikkinchi o'rinda kelyapti. Demak, to'g'ri so'z tartibli darakkabda ham, teskari so'z tartibli darakkabda ham kesim hech qachon o'z o'rnini o'zgartirmas ekan. So'roq gaplarda sal boshqacharoq bo'ladi, uni hali o'tamiz. Hozirgi holatda to'g'ri va teskari so'z tartibli darakkabda hech qachon kesim o'rni o'zgarmaydi va o'zgarmagan holatda yoziladi. Bunga yana bir misol, to'g'ri va teskari so'z tartibli darakkabga yana bir misol ko'rsataman. Demak, Karim bu mana hali aytib o'tganimizdek, Karim atoqli ot. Atoqli ot bilan boshlansa, bu o'z-o'zidan to'g'ri so'z tartibli darakkab bo'ladi. Karim want im internet. Karim birinchi keldi, ega. Want ya'ni kesim ikkinchi o'rinda kelyapti va im internet ikkinchi darajali bo'lak, ya'ni to'ldiruvchi uchinchi o'rinda kelyapti. Demak, Karim want im internet. Internet. Karim want im internet. Demak, bu yerda Karim ega, want kesim, im internet bu ikkinchi darajali bo'lak. O'z-o'zidan bizga ma'lumki, doim kesim bu gapda ham doimgidek ikkinchi o'rinda kelyapti. Im internet want Karim. Endi shu gapni butunlay teskari holatda yozib ko'rsatganmiz. Mana im internet want Karim. Mana ikkinchi darajali bo'lak birinchiga olib chiqdik. Bosh harf bilan yozamiz. Har doim gap nemis tilida bosh harf bilan yoziladi. Otlar hamda gap birinchi bosh harf bilan yoziladi. Otlar so'z o'rtasida ham, oxirida ham bosh harf bilan keladi. Nemis tilida fe'l har doim kichik harf bilan boshlanadi. Qachonki u so'z boshida kelsagina bosh harf bilan yoziladi. Qolgan barcha hollarda kichik harf bilan yoziladi va doim tuslanadi. Doim fe'ldan boshqa nemis tilida tuslanadigan birortasi tuslanmaydi va o'zgarmaydi. Faqatgina fe'l tuslanadi va o'zgaradi. Demak, im internet birinchi yozdik, ikkinchi darajali bo'lakni. Kesim ikkinchi o'rinda, ega uchinchi o'rinda keldi. Mana shu holatda yozamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi 3-darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga rahmat.